Men bilayim Peterda ham shunaqa kutib oladi, buni qaranglar-da. Endi bor-ku, bu yaxshi emas-da. Buni mehmonni shunaqa kutib oladi. Nimadan chiqdi o'zi urush? O'zini yarim jon qutayladim bo'ldi. Endi biling, siz ertaga bo'yingiz bu qanaqa? Buni qarang-da. Eng qizig'i 2 kishi bo'lib yopishgan. Voy biling. Qarochku, hozir topamiz. O'zingizlardan ko'ringlar. Men boshqa ishtima demayman. Billahi shunaqa qiladi mehmonni ham-da. Kim u, dushmanmisiz siz? Nima bu? Men tushunmay qoldim, men o'zi biling. Shuncha ketmang-da o'zingiz qayerlargadir biling. Bittasi o'ldimi bilmayman, nima bo'lsa bo'ldi. Endi bu yoqda nima? Voy biling. Klinikaga olib keldik mana endi. Sevdingiz bunaqa bo'lgan payti? Bilmadim aka. Endi ikki kishi ham yopishadimi? Bu biling bu nima degan gap bu? Peterga kelib bunaqa qildi. Endi mehmonni ham shunaqa qilib biling. Давай, adresini qayerdan O'zi normalmi bu? Normal. Saturn yaxshimi so'zingiz? Men ketdim, men bu bilan shug'ullanaman borib. Davay, sizlar she'rlasizlarda? Bo'ldi. Rossiyada Sankt-Peterburgda bo'lgan voqea. Meni yuzlarimda qon va g'alati holatim. Buni hammasi PR edi do'stlar. Gapimni oxirigacha eshitinglar. Men yaqinda chiqdim. Juda ham mashhur bo'lib ketdim. Millionga yaqin podpischilar, ko'chada meni ko'rganlar rasm tushishi va yaxshigina reklama narxi, Octagon Ligada 2 yil rekord media bo'yicha juda ham oldi jangchi va yangi paydo bo'lgan insonlar, yaqinlar. Men ularni sinamoqchi bo'ldim. Bu voqea reklama jarayonida paydo bo'ldi va men buni rivojlanishini shunchaki to'xtatib qo'ya olmadim. Shunchaki kuzatgim keldi. Yangi tanishlarni elakdan o'tkazgim keldi. Men buni ertasiga tushunishim kerak edi. Menga g'amxo'rlik qiladigan aka allaqachon o'lib ketgan ekan. Men uchun yagona doimo g'amxo'rlik qiladigan otam, onam qolgan ekan. Otamning davlinasini ko'tarilib ketishi, onamning esa ko'zlarida yoshlar. Va bir ikkita eski tanishlar va juda kam bo'lgan yangi tanishlarda mendan bo'lgan xavotir. Men bundan keyin juda ham faqat oilam uchun yashayman. Faqat oilam uchun. Faqat oilam uchun. O'zgalar pashta menga qiziq emas. Men 3 kun uxlay olmadim. Ko'zlarimda yosh. Juda ham ko'zlarimda yosh. Va bugun videolarni o'chirib tashladim va xato qilganim tushunib yetdim. Bundan keyin pashta 78% odamga ishonchim yo'q. Topgan pulimni ota-onamga olib boraman. Ularda baxtli ko'zlarida quvonchini ko'rish uchun hamma narsa qilaman. Meni kechiringlar. Bir yoshlik qilib qo'ydim-da xalqim. O'zbekistonim, O'rta Osiyo. 6-iyul Toshkent Xumarina meni 3-jangim. Xudo xolasa shu vaqtgacha menga hammasi rost bo'lib kelgan. Men bittagina PR qildim va oxirgisi bo'ladi. Bizda hammasi faqat rost bo'ladi. Hammasi. Men oddiy xalqdan chiqqan jaydar yigitman. 4 soat o'pkam do'lib ketyapti. Meni badishga qilib turinglar. Men hali qo'limdan juda ham ko'p narsalar keladi. Men isbotlayman hali. Vaqt soati bilan. Bekordan bejizga paydo bo'lmaganimni. Xudo xolasa inshaalloh men juda yaxshi natijalar qilib, oddiy xalqda prosto yigitlardan ham, cho'pon, mol, eshak minib, qo'y boqib yurgan yigitlardan ham yaxshigina insonlar chiqishini isbotlab, shunchaki o'z hikoyamni yakun qilaman. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Meni kechiringlar, ming bora uzr.